Assalomu alaykum. Bu videoni qilishdan maqsad sizlarga foydasi tegsin degan ma'noda. Siz ham bir katta daromad toping degan ma'noda qilyapman. Endi har kim har xil tushunadi. Internetdan pul topsa bo'ladi deydi, birovlar bo'lmaydi deydi, birovlar harom deydi, birovlar halol deydi. Birovlar esa o'zing mehnat qilganing yaxshi deydi. Har kimga har xil. Lekin bitta knopka bilan katta pul topib o'tirsangiz bu boshqacha. Xullas men sizlarga aytib tushuntirib boshlayman va to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Kamchiliklar bo'lsa chunki bu videoni oxirigacha ko'rsangizlar tushunib yetasizlar va bez montaj qilyapman bu videoni. Birinchi navbatda Instagram, Telegram, YouTube shunga o'xshash saytlardan katta pul topsa bo'ladi. Bu reklama orqali o'zingizdan o'zingiz YouTube'da, Instagramda katta pul topib keta olmaysiz. Chunki reklama ya'ni ishlab chiqarish korxona firmalari va do'kon magazinlar sizlarga reklama qilganingiz uchun yaxshi pul to'laydi. Endi 3W Schools degan programma bor. Play Marketga yozsangizlar chiqadi. Mana shunaqa. Bunda dasturlashni o'rganasiz va katta pul topasizlar. Dasturlashdan. Uning uchun 1-2 yil ketadi. Iminna 1-2 yil ketadi. Bu yolg'on emas. O'rgansangiz bo'ladi. Kerak bo'lsa uyingizda o'tirib dasturlashni o'rgansangiz ham bo'ladi. ChatGPTga yozsangizlar dasturlashni o'rganaman deb yozsangizlar sizlarga chiqarib tashlaydi. Saytlarning nomlari bilan. Va biz yana o'rganadigan narsamiz keyin 3D modellar yasash, ya'ni har xil uylarni va har xil figuralarni, dizaynlarni yasab sotasizlar. Bundan ham katta pul topsa bo'ladi, lekin unga ham ilm kerak. Bu ChatGPTga yozsangizlar chiqarib beradi. Hamma narsaga ChatGPTni aralashtsangizlar borku, ko'p narsani o'rganib bilasizlar. Har bir soha, ustachilik bo'lsin, kompyuter bo'lsin, dizayn bo'lsin, nima soha bo'lsa ham, oshpazchilik bo'lsin. O'shandan kerak bo'lsa sizga tekin ustoz. O'shanda siz o'rgana olasizlar. Misol uchun yozamiz. Bizga biz rasmdan pul ishlamoqchimiz. Yozamiz. Rasmni sotib pul ishlash. Rasmni sotib pul ishlash. Yozamiz. Chiqarib tashlaydi oldingizga saytlari bilan. Rasm sotib ham pul ishlash mumkin. Ayniqsa AI yordamida tayyorlangan yoki o'zingiz chizgan rasmlar. Eng mashhur platformalar Adobe Stock va Shutterstock. Mana 1, 2, 3, 4, 5 ta sayt sizga aytib tashadi va o'shandan pul topsangiz bo'ladi. $5 tortib $10, $100 sotsa bo'ladi. Chunki bu narsa ham to'g'risini aytaman, men qilib ko'rgan hamma ishlarimni aytayapman sizlarga. Juda ko'p vaqt kerak bo'ladi. Kimdir sotib 1 oy kutishingiz mumkin $5 uchun. $20 uchun ham 1 oy kutishingiz mumkin.
o'sha rasm sotilishi uchun. Lekin ishlasa bo'ladi, ko'proq har kuni, har soatda kerak bo'lsa rasm tashlab turishingiz kerak. Rasmga tushirib, chiroyli manzaralar va fotoapparatingiz ham eng zo'rlaridan bo'lishi kerak. O'shanda sizni rasmlaringizni sotib olishi mumkin. Yoki siz o'zingiz rassom bo'lsangiz, chizsangiz, qo'l mehnatini ko'pchilik qadrlaydi va sotib oladi. Tabiat manzaralari ko'pincha va har xil odamni xayoliga kelmaydigan figuralar, naqshlar deysizlarmi? Xullas, shu narsalarni chizsangiz ham odamlar oladi. Buni dizaynerlar oladi. Dizaynerlar olib va o'zini mahsulotiga ishlatadi. Buni kerak bo'lsa, emblema sifatida ham foydalanishi mumkin. Sizni chizgan rasmlaringizni sotib olib. Buni faqat yevropaliklar, chet elliklar sotib oladi. O'zimizdagilar olmaydi. Kamdan kam. Va keyin internetdan pul ishlash yana nima bor deysizlarmi? Internetdan pul ishlash yana nimani aytmoqchi edim? Birjalarda birovlar trading bo'laman deydi-ku. Ya'ni birjada pul sotadi, oltin savdosi, har xil neft savdosi va aksiyalar savdosi bor. O'shalardan pul ishlashga harakat tushadi. Kerak bo'lsa $5 bilan, $5 yoki $10, $50 bilan kirib, $5000, $3000, $1000 bilan qarzga chiqib ketishingiz ham mumkin. Yoki $5, $10, $50 bilan kirib, $5, $6000, $10000 bilan chiqishingiz ham mumkin. Yoki plyusga yoki minusga chiqishingiz mumkin. Shunaqa taraflari bor. Internetdan pul ishlash oson deydiganlar uchun oson, qiyin deydiganlar uchun qiyin. Kimgadir oson, kimgadir qiyin. Har kimni fikrlashi har xil, bir xil emas. Sizlarga men ishonchli yo'lni aytmoqchiman. Oxirlariga kelib qoldik. Endi Uzum va Ozon, Wildberries'lardan pul ishlasa bo'ladi. Yandex Market bor. O'zbekistonga kirib kelgan va shulardan pul ishlasa bo'ladi. Hozirgi kunda Ozonda o'zimizni o'zbeklar Rossiyada pul topyapti. Ya'ni o'zlari magazin ochib, ana shu internet magazin ochib, Xitoydan narsa sotib olib sotyaptilar. Endi bularni bildik, lekin bunda ishlash uchun katta pul kerak. Qanchalik? Minimum sizga aytaman. Minimum 3 milliondan boshlaysiz. 4 million, 5 milliondan boshlaysiz. Printer sotib olasiz, kompyuter sotib olasiz. Qadoqlash narsalari, strech, shunga naklinkalar olasiz. Ularning o'zi hammasi bir $100 ga borib qoladi. Keyin siz bankka borib счет ochtirasiz yoki Uzumda, Ozonda, Wildberries'da ishlab yurgan bolalarga qo'shilasiz. Ularni счет orqali ishlaysiz. Unday qilsangiz ham bo'ladi, lekin ular ham o'zini dolyasini oladi. Ya'ni sizni o'qitaman deydi, bir oy deydi, gruppamga qo'shaman deydi. Xullas, kam pul bilan o'rganmaysiz. 300, 500, 400, 500 bilan o'rgansangiz bo'ladi. Menga ham aytgan bu narsalarni, chunki ko'rganman, eshitganman va gaplashib kelyapman. Xullas, men ChatGPTdan so'radim va yozdim. Eng to'g'ri yo'l mana sizga. Bu narsaga albatta qo'shilaman. Hozir ko'rsatib o'taman buni. Mana 5 ta katta firma. Bular
AliExpress, Amazon, Shopping, Canva va Hostinger inglizcha yozilganda. Har bir firmadan katta pul kelsa bo'ladi. Ya'ni bu firmalarda mahsulotlarini siz o'zingiz reklama qilasiz. Ya'ni reklama qilib sotasiz. Menga shunaqa qilib tushuntirgan. Buni oldin ham eshitganman blogerlardan, YouTube'dan. Shunaqa qilib pul topyaptilar. AdinXpert, Mosting shunga o'xshash linklar bo'ladi-ku. Misol uchun o'shalarni ham reklama qiladi-da, linkini qo'yib qo'yadi blogerlar. O'sha link orqali kirasiz, registratsiya qilasiz, o'ynaysiz. Siz yutqizasiz, lekin baribir bola linkini tashlagan bola yutaveradi. Chunki o'ynagan emas, o'ynatgan yutadi doimo. Siz boshida yutasiz, keyin yutqazib ham berasiz. Chunki bu shunaqa tuzilgan sistema bu. Hech qachon yutib boy bo'lib ketmaysiz. Bu realniy narsa emas, bu kompyuterlashtirilgan. Ko'pchilik kiradida shu narsadan chiqmaydi va chiqolmaydi. Shuning uchun sizlarga maslahatim o'sha boyagi men aytgan 5 ta sayt orqali katta pul topsangiz bo'ladi. Ya'ni chunki o'nada kerak bo'lsa buni bor-ku. WhatsAppdan o'zingizning tanishlaringizga, TikTokdan, Kontaktdan, Odnoklassnikdan, Telegram, YouTube, Instagramdan hammasidan tashlab pul ishlasangiz bo'ladi. O'sha linkingiz orqali narsa sotib oladi. Nima bo'lsa-da mahsulot internetdan sotib oladi va siz pul ishlaysiz. Sizga katta pul tushaveradi. Shuni foizi. Misol uchun 100 ming so'mlik narsa bo'lsa, sizga 10 ming, 5 ming berish mumkin bitta odamdan. Siz reklamani cho'tka qilasiz yoki bir tanishlaringizga yuborasiz yoki 10 million so'mlik narsa sotib oldi. Sizga 1-2 million kelishi mumkin. 1 million 500 ming kelishi mumkin. O'sha bitta kunga. Demoqchimanki, men o'sha nimani ko'rmoqchiman. Hamma ko'p narsalarni internetda pul topish yo'llarini juda ham ko'p izlaganman. Blogerlarimiz qarasangiz ko'pisi aldaydi. Bilasizlar, reklama qiladi, u qiladi, bu qiladi, ular ham pul ishlab o'tib shunaqa qilib. Menda yolg'on yo'q. Mana bor narsani ko'rsatdim. Shuni qilib ko'raman. Sizlar ham kuzatib boringlar. Mojid men plyusga ketishim mumkin. Va siz ham o'sha narsani qilinglar. Chunki buni boshqa blogerlar ham, boshqa odamlar ham shunaqa qilib pul ishlab o'tiribdi. O'sha link orqali reklama qiladi. Siz o'sha kompaniyaga registratsiya bo'lasiz. Menga aytilgani shu. Registratsiya qilinadi, siz esa dalsi davom qilasiz. Ya'ni o'sha linkni qo'yib qo'yasiz, link orqali sotib oladi. Men buni pog'onama ko'rsatib boraman keyingi videolarimda va kommentariy qilib yozinglar. Xato kamchiliklar bo'lsa, nima qiziqarli bo'lsa o'sha haqida yozinglar. Men o'sha haqida qanchalik ko'proq bo'lsa, men shunchalik shu haqida videoni ko'proq chiqaraman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, kuzatib boringlar. Eshitganingiz va ko'rganingiz uchun rahmat. Bu sizlar uchun imminni foydali narsa. Qilib ko'ringlar. Maslahatim. Mo'jt o'xshamas, har kimga har xil. Lekin natijalarini men o'zim ko'rsatib boraman, o'zim qilgan ishlarimni.